20-noyabr Tojikiston Respublikasidan tashrif buyurgan bemorimiz Islombek bizning klinikamizda davolanmoqda. Bu bemorimizga qo'yilgan tashxisimiz DSP. Bolalar miya falaji. Tomografiya natijalarini ko'rib o'tishingiz mumkin. Biz esa bemordan ostidan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Dastlab klinikamizga tashrif buyurganingizda farzandingizning ahvoli qanday edi? Qachon tashrif buyurgansiz? 20-avgust 2024-yil 20-avgustda meni bolam yuragi operatsiya qilgan. Operatsiyadan keyin komaga tushib, ko'zi ko'rmay, yura olmaydi deb keyin doktorga Toshkent Medical degan Toshmatli Sevaraga borganmiz. Ular millionta dori ichsa ham endi yaxshi bo'lmaydi deganlar. Davosi yo'q deb. Davosi. Demak, farzandingiz tug'ilganda soppa-sog'lom edi. Faqat yuragi operatsiya qilgandan so'ng keyin yana keldik, davolandik. 3 oyda mana endi keldik yana. Xudoga shukr yaxshi. Foyda ko'ryapmiz. Harakatlari haqida gapirib bersangiz, boshida davolanishdan oldin qo'l harakatlari, tonuslari bormi? Tonuslari bor. Bu qo'lini ochmasdi. Bir mush qilib o'tirardi. Hozir endi ochyapti. Ovqat yesa qorinchasi chiqmasdi. 2 haftada bir marta peshoblar basseynni 2 haftada bir kere. Lekin qorin chiqmaydi. Endi hozir qorinchalari chiqib, tutga kirib o'tiryapti kam. Endi o'zimiz o'tirib qo'yamiz. Kam o'tiradi. Yana boshqa o'zgarishlar sezdingizmi farzandingizda? Boshi ko'rsatyapsiz. Boshini bunday qilsak 3 sm 4 sm-gacha ko'tarilardi. Hozir yo'q mana. Shundan sezgansiz. Shundan sezdik. O'tirishlari ham bunday beli bilan o'tirardi. Biz majburlab devorga nima qilib qo'ysak, o'tiradi bemalol. O'zi o'tiradi. Ungacha o'tira olmasdi? Yo'q. Tushunarli. Demak, hozir o'zgarishlar ancha katta. Ancha katta. Bu yerga kimdir tavsiya qilganmisiz yo? Men o'zim internet orqali ko'rib, YouTube orqali. YouTube orqali ko'rdim. Bizda doktorimiz tomonidan berilgan tabiiy dorilarni ichimliklaringizmi? Qaysilar ular? Esingizda qoldimi? Nomlari. Esimda yo'q. Ularni ichirganingizda foyda bo'ldimi? Bor. Foyda bor. Ko'rdim foydasini. Foydasini ko'rdimmi keldim. Tushunarli. Qimmat arzonlikka qaramasdan keldim. Keyin aytdilar 2 yilda yaxshi bo'ladi, xudo xolasa dedilar. Hozir ko'rishdik, yaxshi bo'ladi bu bola. 2024-yil kelgansiz. 20-avgust. 20-avgustda. Birinchi kelishim, ikkinchi kelishim bu. Demak, o'zgarishlar ancha katta. Ancha katta, rahmat. Sizga ham rahmat, sog'lik salomatlik tilab qolamiz. Bosh olsin. Suhbat uchun rahmat.